Ushbu savolga men shu videoda javob bermoqchiman. 1 oy oldin 28-mart sanasida men mana shu videoni istoriyamga joyladim. Men bu videoni joylashga majbur bo'ldim. Sababi meni 11-sinfda o'qiyotgan bitiruvchi hisoblangan qizim O'zbekistondagi biologiyadan milliy sertifikat imtihonidan bilimlari yaxshi bo'lishiga qaramasdan, o'qishi yaxshi bo'lishiga qaramasdan yiqilib kelayotgan edi. Imtihonda uni omadi chopmayotgan edi. Shunda men ko'pchilikning duosi ijobat bo'lishiga ishonganligim uchun men shu videoni chiqardim. Va videodan so'ng ko'pchilik duoga qo'l ochdi, reaksiya bildirib, yurakchalar bosishdi. Barcha duoga qo'l ochgan kuzatuvchilarim, obunachilarim, o'quvchilarimga men mingdan ming minnatdorlik bildiraman. Imtihonning natijasi 6-may sanasida kechqurun chiqdi. Bilasizmi, 2,5 yil davomida qizim ushbu maktabda o'qiyotganiga qaramasdan men biror marotaba qizimni maktabdan chiqishi yoki maktabdan borishini videoga olmaganman. Ammo o'sha kuni nima uchundir shuni men videoga olgim keldi. Xudoyim shu narsani mening ko'nglimga joyladi. Mana endi tushunib yetdimki, qizim uchun duoda bo'lganlarga natijasini ko'rsatasan degan maqsadda menga shu tuyg'uni, o'sha kungi maktabdan chiqib menga shu gapni aytishini videoga olishga Xudoyim menga yuragimga solgan ekan. Qizimni darsi tugadim. Olib ketishga keldim. 2,5 yildan beri shu ahvol. Ertalab soat 9da. Olib kelamiz maktabga, kechqurun olib ketaman yana. Xudo xohlasa yaxshi natija beradi. Kutib turibman. Chiqib kelyapti. Почему? Вы знаете, что ли? Нормально? А что, почему не знаете? Просто o'zim для себя о чем учусь. Yaxshi xabarim yo'qmi? Я не верю просто. Nimaga ishonmaysan? Tinchlikmi? Nima bo'ldi? Там в сайте увидели результаты по биологии. Aha. У меня B+. Sertifikat topsammi? Biologiyadami? Hozir DTMdagidanmi? Yoki uni oldingisidanmi? Сертификат. То, что я точками отметила, оказывается, они считали. Xolang to'g'ri aytgan ekan, vallahi поздравляю. Azizlar, ammo bu natija 100% o'qishga kirdi degani emas. Bu natija o'qishga kirish ehtimolini oshirdi degan natija hisoblanadi. Katta imtihoni 2 oydan so'ng bo'ladi. Albatta imtihonga kirishdan oldin men yana xabar beraman sizlarga, chunki menga va mening qizimga sizlarning duolaringiz juda ham kerak bo'ladi. Men ko'pchilikning duosi ijobat bo'lishiga men chin qalbimdan, ko'nglimdan, yuragimdan, ruhim bilan men shu narsaga ishonaman. Va xuddi mendek hozir farzandlari abituriyentlik zamonida, davrida yashayotgan ota-onalarga ham farzandlaringiz o'qishga kirib ketishiga men tarafdorman. Men ham har doim duoda bo'laman. Ota-onalarga esa iroda, sabr tilayman. Iloyim barcha abituriyentlik davrini yashab o'tayotgan stresslarda bor hayotini bilimga bergan farzandlarimiz barchasi o'zlari istagan o'qishga kirishini tarafdorman. Yana bir bor Lola uchun duoda bo'lgan. Ushbu sertifikatni qo'lga kiritishiga chin ko'ngildan amin qilgan obunachilarim, kuzatuvchilarim va o'quvchilarimdan men mindan ming minnatdor.